g'ariblarning ichida bir g'arib borki, u kitob va sunnatni mukammal biladi. Qur'onning buyruqlarini to'g'ri tushunadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarini to'g'ri tushunadi. Va ulamolar o'rtasida kitob va sunnatga chaqirgan vaqtida ular buning maqsadini bilib turadi, haq ekanligini biladi. Lekin ular o'zlarining soxta obro'laridan mahrum bo'lib qolishligini bilib turib haqqa qarshi chiqqan vaqtida mana bu odam butun qalbi bilan ularni to'g'ri yo'lga chaqirsa, ular bunga har xil tuhmatlar toshini otib, har xil laqablar qo'yib turgan vaqtdagi haqiqiy olimlar bu g'ariblarning ichidagi eng birinchi g'aribdir, birodarlar. Chunki bu bilib turgan odamlarning qarshiligini ko'rib, ularning tez kunda qiyomat kuni bilib ilmiga amal qilmaganligi uchun ichaklarini tortilib buni azob berishliklarini hammasini bilib turib, shunchalik o'zlarini vijdonlarini pachaqlab shu haqqa qarshi qilib turgan vaqtida bu kitob va sunnatni bilib turgan odam bunga hech chidolmaydi, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomni olib kelgan vaqtda nahotki shuncha odamlar bilmay sen bilib qoldingmi deyishgan. G'arib bo'lib ko'ringan din. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'arib bo'ldilar. Qarindoshlari ichida g'arib bo'ldilar. U kishi butun olam ichida g'arib bo'ldilar. Bolalar butun rahmatan lil alaminni toshbo'ron qilib o'ynashdi, kulishdi, g'arib bo'ldilar. Va hamda u kishini butun Muhammad Amin deb laqablangan kishini tanishmadi. Lekin u kishi Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan vahiyni yetkazardilar. Va shu odamlarning bilmasdan u kishiga qarshi bo'layotganliklarini bilardilar va ularni duoibat qilmasdilar. Ular qanchalik ozorni kuchaytirsalar, bu kishi shuncha rahmdilliklarni kuchaytiradilar. Mana bu kishi g'arib bo'lib yashadilar. Islom g'arib